Assalomu alaykum hammaga. Akalar, mana o'sha Farg'ona shahardagi mashina qabristoniga keldik. Maqtashadi, puli arzon, zo'r mashinalar deb. Mana ahvolini qaranglar mashinalar. Mana mashinaning ahvoli. Bunda tovuq boqqanmi, mol boqqanmi? Hamma kelib ketyapti prosta. Hech kimga yoqmayapti. Mashina ahvolini qaranglar. Mana qaranglar mashinalar. İnternetda zo'r. Bilyapti, men qarang. Qarang. İnternetda zo'r, arzon, boshqa deyapti mana mashinalar. Bironta bir sog' mashina ko'rmadim, qarang. Bu kapoti boshqa umuman. Ana. Aka, nima kommentariya berasiz? Mashina qanday, zo'rmi, pashag'mi aka? Pachag'i ham bor, Hamma kulyapti. Damas diskasini qaranglar. Akalar, Instagramda hamma narsaga nishon o'rnaylar. Zo'r degan narsalar mana, zo'r bas. Qarochi, bizga bor yo'g'i 10 ta mashina ko'rsatyapti, qolganini qaysi taksi parkini sotib olgan deyapti. Qarochi, shunaqa Farg'ona shahridagi holat. Kelmanglar vatga.